sen o'shami? O'sha qumni ichidagi bechora senmi? U dedi men. Men tavba qildim. Nima uchun tavba qildim? Chunki men o'ylabmanki, dunyoda mendan bechorasi, mendan abgori, mendan xori, zavolli biri yo'q deb o'ylardim. Eng yomoni menman deb o'ylardim. Lekin mendan yomonlar bor ekan. Men qumni ichida ekan, odamlar meni ko'rardi, och bo'lsam suv berardi, non berardi. Endi bermayapti. Chunki men bir bo'ron bo'ldi, u bo'ron qumlarni sochdi, men yalang'och qoldim. Va qochib daraxtning ustiga chiqdim. Endi bu yerdan men na o'zimni borligimni bildira olaman, na odamlarga ochligimdan xabar bera olaman, chunki berkita olmayman o'zimni. Ya'ni ki avvalgi ahvolim, qumni ichidagi ahvolim hozirgi ahvolimdan yaxshiroq ekan. Men o'sha ahvolimga noshukur bo'lganim uchun Allohdan uzr so'rayman. Tavba qildim, qaytarib oldim. Meni avvalgi ahvolimga qaytaring dedi. Deyilgan bu gaplarni eshitgan Musa alayhissalom ko'p tafakkur qildi. Biz ham ko'p tafakkur qilishimiz kerak. Va bugungi holimiz derkan ahvolimiz kimnidir ahvolidan yaxshiroq ekanligi haqida bosh qotirishimiz kerak. Ki agar bu bosh qotirishlarimiz bir ishga yarasa, biz shukr qiluvchi biriga aylanamiz. Agar bir ishga yaramasa, biz noshukur biriga aylanamiz. Va noshukurlar uchun chizilgan bir chiziq bor. Chiziqlar ikki xil bo'ladi. İnsanlarni ismlarini tagi chiziladi, ko'rsatish uchun. Va insonlarni ismlarini usti chiziladi, jazolash uchun.